Ayollarni tushunaman degan erkak hali pasport olmadi shekilli. Ayol kishi ertalab turib bugun diyetadaman desa, kechqurun tabiatni asrayman deb shashlikni non bilan yeyotgan bo'ladi. Ayol eridan men ozyapmanmi deb so'rasa, xuddi mina bosib olgan askarga o'xshaydi. Ha desa ham janjal, yo'q desa yana janjal. Bu paytda eng to'g'ri javob tasodifan hushdan ketib qolish. Ayollar eri bilan gaplashganda 3 xil tilda gapiradi. Oddiy holatda o'zbekcha, jahli chiqqanda ruscha aralash va xafa bo'lsa jim turish tilida. Eng xavflisi oxirgisi. Ayolning men xafa emasman degan gapini eshitgan er o'sha zahoti doktorga borish kerak. Chunki u odam psixologik xavf ostida. Ayollar menga sovg'a kerak emas desa, demak u allaqachon o'zi yoqtirgan sovg'ani talab qo'ygan. Faqat sizni to'g'ri taxmin qilishingizni kutyapti. Ayollar 1 daqiqada chiqaman desa, bu 1 daqiqa fizikadagi yorug'lik yili bilan teng. Bitta ko'ylak olaman deb magazinga kirsa, paketda o'sha ko'ylakning qarindoshlari ham bo'ladi. Agar ayol hech kim meni tushunmaydi desa, demak u hozirgina Instagramda psixolog reelslarni tomosha qilgan. Men senga jahl qilmadim desa, taksi yo'lda radarga tushgan haydovchiga o'xshaydi. Jarima keyin keladi. Ayollar erini boshqalarga maqtab gapirsa ham, yomonlab gapirsa ham, oxiri o'sha erini ayollardan o'zi himoya qiladi.